Assalomu alaykum hammaga, Special Money kanaliga xush kelibsizlar jigarlar. Sizlar bilan bugungi videomizda bir ajoyib saytda pul ushlab borishga harakat qilamiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha diqqat bilan ko'ringlar. Bugun konkurs navbati Telegram kanalida. Bilasizlar, o'rtoqlar, biz har kun Cherizden konkurs o'tkazamiz. Bir kun YouTube kanalida, bir kun Telegram kanalida. Kecha YouTube kanalida bo'ldi, bugun Telegram kanalida bo'ladi. Shartlari mana shu Special Money YouTube kanaliga obuna bo'lishingiz kerak va Telegram kanaliga obuna bo'lishingiz kerak bo'ladi. Men o'rtoqlar Telegram kanaliga уже konkursni tashlab bo'ldim. Mana ko'rsataman o'rtoqlar. Telegram kanaliga kira olamiz. Nomi Special Money. Mana o'rtoqlar bugungi video uchun mana уже konkursni tashlab qo'ydim. Bemalol o'tib qatnashishlari mumkin bo'ladi. Bugun soat 21:00 yoki 22:00 chat bo'ladi. O'shanda aniqlab olamiz o'rtoqlar. Tezda o'tib kanalga obuna bo'lib, konkursda qatnashinglar o'rtoqlar. Telegram kanal silkasi video opsiyasida va закрепленный kommentariyada bo'ladi. Xo'p, jigarlarim, kanallarimizga obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz, unda videomizni boshladik. Sizlar bilan bugungi videomizda aynan mana shu saytda pul ushlab borishga harakat qilamiz. Saytda pul ushlashimizdan oldin saytdan ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Saytga kirasizlar, bu yerdan register degan tuman ustiga bosib qoldirasizlar. Mana bu hamma bo'limlarni to'ldirasizlar va mana bu yerdagi register degan tuman ustiga bosib qoldirsanglar, oddiy ro'yxatdan o'tib olasizlar. Men ro'yxatdan o'tib olganman, o'zimning akkauntimga kirib olaman. Men o'zimning akkauntimga kirib oldim. Xo'p, o'rtoqlar, sayt ko'rinishi xuddi shu ko'rinishga ega. Pastda o'rtoqlar 5 ta bo'lim mavjud. Bu yerda esa o'rtoqlar tepada 4 ta bo'lim mavjud. Pastdagi bo'limlardan boshlaymiz. Xo'p, birinchi bo'lim doma bo'lim. Bu saytning glavniy oynasi hisoblanadi o'rtoqlar. Bu yerda komanda bo'lim mavjud. Ustiga bosasizlar. Ya'ni bu yerda o'rtoqlar qancha dahot olyapsiz, hammasini ko'rib borsanglar bo'ladi. Bu yerda o'rtoqlar plan bo'limini ustiga bosib qoldirasizlar. Biz o'rtoqlar mana bu proyektlarni ochib, biz saytda oddiygina pul ushlab borishimiz mumkin bo'ladi. Eng arzon proyektning narxi $30 turar ekan va bizga 30 kun ishlab berar ekan va bizga har kuni $1.30 dan foyda olib kelib turar ekan. Xo'p o'rtoqlar, bu yerda proyekt 2 ning narxi $50 turar ekan va bizga 365 kun ishlab berar ekan. Buning narxi $1.90 olib kelar ekan o'rtoqlar. Ya'ni bu daromadi. $1.90 kunlik daromadi hisoblanadi. Xo'p, qolgan proyektlar o'rtoqlar hali ochilmagan. Xo'p, bizning hozir balansimizda o'rtoqlar ozroq pulimiz bor. Ya'ni boyagi plan 1 ga yetadi, ya'ni mana bu proyektga yetadi. Открыть сейчас degan tuman ustiga bosamiz. Bu yerda o'rtoqlar haqiqatan bu paketni ochasanmi degan yozuv chiqardi. Bu yerdan подтвердить degan tuman ustiga bosib qoldirasizlar. Mana o'rtoqlar, обновление успешно выполнено, ya'ni proyekt ochildi. Endi o'rtoqlar biz har kuni saytdan $1.30 pul ushlab borishimiz mumkin. Xo'p, mana bu yerda hozir o'rtoqlar 0.1 turibdi. Bugungi zadaniyani hali bajarmaganmiz. Сегодня доход, bu yerda dohodlar hali 0. Vazifani qanday bajaramiz o'rtoqlar? Bu yerdan получить dohodni ustiga bosasizlar. Biz o'rtoqlar mana bu videolarni ko'rishimiz kerak bo'ladi. Bittasini ko'rsangiz bo'ldi. Masalan, sizlar mana bu videoni ko'rmoqchisizlar, ustiga bosasizlar. Shuna videoga kirasizlar, bir 2 soniya ko'rganlaringdan so'ng sizlarga yulduzcha chiqarib beradi. O'sha yulduzchalarni 5 yulduzni tanlab chiqib ketasiz o'rtoqlar, bo'ldi. Zadaniya bajarilgan hisoblanadi o'rtoqlar. Men hozir bitta zadaniya bajarib olaman. Bo'ldi o'rtoqlar, men zadaniya bajarib bo'ldim. Mana 1.1 turibdi. Mana сегодня доход уже bizga $1.30 hisobimga kelib qo'shildi o'rtoqlar. Bu yerda komanda bo'limi orqali mana shu dohodlarni ko'rib borsanglar bo'ladi. Xo'p, sayt o'rtoqlar biz xuddi shunaqa proyektlarni ochib, saytda oddiygina pul ushlab borishimiz mumkin. Bu yerda o'rtoqlar Druziya bo'limi mavjud, ya'ni saytga o'zingizning do'stlaringiz ham taklif qilib bemalol saytda pul ushlab borsanglar bo'ladi. Mene degan tuman ustiga bosib qoldirasizlar. Bu yerda o'rtoqlar общий dohodlarni ko'rib borasizlar. Bu yerda Invest Plus, официальный veb-sayt, login, parol безопасность. Bu yerda tillarni o'zgartirsanglar bo'ladi. Adminlari bor o'rtoqlar, bemalol yozsanglar bo'ladi. Bu yerda загрузка приложения bor, ya'ni saytning o'zini programmasini ham yuklab olsanglar bo'ladi рабочий stollaringga. Mana bu yerda o'rtoqlar ko'pchilik aytishi mumkin, balansingda nimaga $1.30 emas, $1.80 deb aytishi mumkin. Saytga kirganim uchun o'rtoqlar menga 0.50 sent bonus beradi o'rtoqlar. Xo'p, endi pul kiritish, pul chiqarishni ko'rib chiqamiz o'rtoqlar. Pul kiritish, pul chiqarish uchun yana doma bo'limiga qaytishimiz kerak. Bu yerda o'rtoqlar aktivni degan tuman ustiga bosasizlar pul kiritish uchun, pul chiqarish uchun bu yerdan ответ bo'limi bizga kerak bo'ladi. Xo'p, birinchi pul kiritishdan boshlaymiz. Pul kiritish uchun bu yerdan aktiv, ya'ni перезарядкani ustiga bosasizlar.
Bizada TRS20 USDT, TRX, VEP20 USDT, BNB va VEP20 yo'nalishlari mavjud. Xo'p, men o'rtoqlar VEP20 USDT ni ustiga bosib qoldiraman. Xohlasanglar o'rtoqlar mana buni skaner qilib tashlashlaring mumkin, xohlasanglar mana bu adresga pul tashlashlaring mumkin. Farqi yo'q o'rtoqlar, ikkalasi ham bitta narsa. Mana shu saytdagi sizni shaxsiy hamyoningiz hisoblanadi o'rtoqlar. Masalan, sizlar proyekt 1 ni ochmoqchisizlar, proyekt 1 ga yetarli pul tashlab bo'lgandan so'ng shuni saytga qaytib mana bu yerdagi Пополнение завершен degan tugmani ustiga bosib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bosmasanglar o'rtoqlar pullaringni qabul qilmaydi. Bosganlaringdan so'ng 3 minut ichida tashlagan pullaring saytga yetib keladi. Minimalka pul to'ldirish o'rtoqlar $2 ekan. $2 kam tashlaydigan bo'lsangiz, pulingiz o'rtada kuyib ketishi mumkin. Sizlar o'rtoqlar Bitget, Binance, Payer, nima deydi? Xohlagan hamyonlardan bemalol pul to'ldirsanglar bo'ladi. Endi o'rtoqlar pullarimizni qanday chiqarib olishimiz mumkin? Bu yerdan Atvis degan tugmani ustiga bosib qoldirasizlar. Biz o'rtoqlar BNB ga, VEP20 ga, TRX va TRS20 USDT ga bemalol pullarimizni chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. VEP20 ni ustiga bosasizlar, balansimizda $1.80 pulimiz bor, lekin bu pullarni hozircha chiqara olmaymiz. Minimalka o'rtoqlar $2 bo'lgandan chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerga o'rtoqlar VEP20 adreslarini kiritasizlar. Bu yerda qancha chiqarib olmoqchi bo'lgan summani kiritasizlar. Mana bu yerga ro'yxatdan o'tgan paytimizda kiritgan parolimizni bu yerga ham kiritib o'tishingiz kerak bo'ladi. Bo'ldi o'rtoqlar. Minimalka pul chiqarish mana $2. Pul chiqarilgandan so'ng uzog'i 3 minut yoki 4 minutda bizning hamyonimizga yetib keladi o'rtoqlar. Bizning Telegram kanalimizga qo'shilib olsanglar, to'liq ma'lumotlarni o'sha Telegram kanalda berib boraman. Telegram kanal silkasi video opsiyasida va zakreploniy kommentariyada bo'ladi. Saytga pul kiritish, pul chiqarish, qanday qilib pul ishlash hammasi tushunarli bo'lsa, sayt silkasi Telegram kanalimda bo'ladi. Bugungi videomiz mana shulardan iborat edi. Videosiga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'shishni unutmang.